O'sha trendga chiqayotgan mini amerikancha pechenyelar mani retseptim bo'yicha ko'chada qimmatga sotgandan ko'ra uyda tayyorlaganingiz afzalroq. Uyda o'zimizda tayyorlaganimiz kabi hech narsa yetmaydi. Ishoninglar, mazasi shunaqa zo'r chiqdi, prям og'zingizda erib ketadi. Men uyda tayyorlanganim bunaqa darajada zo'r chiqadi deb o'ylamagan edim. Ayniqsa shokoladxo'rlar uchun juda ham zo'r pechenye. Bismillah deb pechenyeimizni tayyorlashni boshlaymiz. Xona haroratida eritib olingan yumshoqqina sariyog' yoki margarinimizni shunaqa ezib olamiz va ustidan eltazani, zaxirni pudrasini xuddi shu bochkasidan 1,5 bochka solib olamiz va yaxshilab ezib aralashtirib olamiz. Tiniq qilib aralashtirib olganimizdan so'ng ustiga bir dona tuxum chaqib, uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirish uchun esa pinchikdan ham foydalansangiz bo'ladi. Yaxshilab tiniq qilib aralashtirib olganimizdan so'ng ustiga oldindan naylab olingan 350 grammli unni solib olamiz va ustidan 1 choy qoshiq razrihli solib, yaxshilab uni ham aralashtirib olamiz. Shunaqa yumshoqqina qilib xamir qorib olganimizdan so'ng ustidan xohishga qarab plitka shokoladni maydalangani yoki tomchi shokoladdan ham foydalansangiz bo'ladi. Uni yaxshilab xamirimizga aralashtirib olamiz va 1 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz shunaqa qo'lga yopishmas, yumshoqqina holatda bo'ladi. 1 soatdan so'ng esa sovutgichdan olib qo'limizga yordamida dumaloq shakllar berib olamiz va listga taxlab chiqamiz. Pechenye katta kichikligini esa xohishingizga qarab tanlashingiz mumkin. Profilimda bundan foydali hamda mazali kontentlar bilan ulashib boraman. Albatta obuna bo'lib qo'ying, foydali bo'ladi. Terib olgan pechenyelarimizni gaz pechida 20 daqiqa davomida 180 gradusda pishirib olamiz. Video yoqqan bo'lsa, kayfiyatim ko'tarilishi uchun bittagina like bosib ketsangiz kifoya.